Bolalarning ijtimoiy moslashuv fanidan 6-mavzu bolalik insonning ijtimoiy hayot me'yorlarini egallay boshlash davri. Bugungi mavzumiz rejasi 3 ta rejadan iborat. Birinchisi maktabgacha yosh davri, ijtimoiy hayot me'yorlarini egallay boshlash davri. Ikkinchisi ijtimoiylashuv omillar, bola rivojlanishiga ta'siri va uchinchi rejamiz ijtimoiy jarayonda muhitning o'rni haqida sizlar bilan bugun gaplashib olamiz. Ijtimoiylashuv jarayonida bola jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy maqom, ijtimoiy xulq-atvorning me'yor va qoidalari haqidagi turli bilimlarni, jamiyatga ko'nikishiga yordam beruvchi turli ko'nikma va malakalarni o'zlashtiradi. Bu jarayon esa ayniqsa bolalikda juda ham jadal kechadi va juda jadal sur'atlar bilan amalga oshadi. Maktabgacha yosh davrda ijtimoiylashuv jarayonida me'yor va me'yordan og'ish tushunchalari ham mavjud. Har qanday jamiyatda u jamiyat qaysi rivojlanish bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar doimiy e'tiborga muhtoj odamlar mavjud. Bular o'z jismoniy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishda chetga chiqish, ya'ni og'ish bor bo'lgan odamlar hisoblanadi. Tibbiyot, psixologiya, sotsiologiyada esa me'yor tushunchasining o'z ko'rsatkichlari va mezonlari mavjud. Demak, me'yorga mos kelmaydigan jihat og'ish, chetga chiqish deyiladi. Og'ish turlari, demak, me'yordan chiqishni shartli ravishda 4 guruhga ajratish mumkin. Birinchisi jismoniy, ikkinchisi ruhiy, uchinchisi ijtimoiy, to'rtinchisi pedagogik guruhlarga ajratish mumkin. Jismoniy, demak, og'ish turlariga irsiy kasalliklar, ko'rish qobiliyatining sustligi, buzilishi, eshitishning buzilishi hamda suyak kasalliklari, nogironlar va boshqalar kiradi. Ruhiy og'ish turlariga esa ruhiy rivojlanishining buzilishi, insonda ruhiy rivojlanishining buzilishi, aqliy qoloqligi va shu bilan birgalikda nutqning buzilishi, o'ta iqtidorliklar ham demak ruhiy buzilishlarga olib kelar ekan. Ijtimoiy demak turlariga keladigan bo'lsak, umumiy o'rta ma'lumot olishdan, chetga chiqish, o'zlashtirishdan orqada qolish hisoblanadi. Va oxirgisi pedagogik og'ish turlari esa yetimlik, ya'ni xulq, atvor me'yordan og'ishi, demak aroqxo'rlik, narkomaniya, toksikomaniya, fohishabozlik, daydilik va o'ta o'g'irlik va boshqa jinoyatlarga qo'shilib qolish hisoblanadi. Jismoniy og'ish avvalambor inson sog'lig'iga ko'proq bog'liq hisoblanadi. Sog'liqdagi og'ish irsiy omillar yoki biron bir tashqi holatlar, og'ir ekologik vaziyat, ichimlik suvining buzilishi, ekologiyaning buzilishi, demak suvning sifatsizligi, oilaviy hayotning darajasining pastligi va shu bilan birgalikda boshqalar asosida yuzaga kelishi mumkin. Ijtimoiy omillar bunda insonning biologik mavjudotdan ijtimoiy subyektga aylanishi, uning ijtimoiylashuvi, jamiyatga integratsiyasi natijasida sodir bo'ladi. Bu jarayon shaxsning ijtimoiy ahamiyatga ega hislatlari asosida shakllanadigan qadriyat, ijtimoiy norma va shu bilan birgalikda xulq-atvor namunasi orqali amalga oshadi. Ijtimoiylashuv jarayonida muhitning o'rni beqiyos. Ijtimoiy pedagogikada avvalambor jamiyat, ijtimoiy muhit va shu bilan birgalikda bolaning yangi muhitga moslashishi, ya'ni integratsiyalashuvi nuqtai nazaridan o'rganiladi. Bunda inson va unga ta'sir qiluvchi tashqi omillarning, tashqi ko'nikmalarning jamiyatdagi o'zaro munosabati, hamkorlik tavsifi ega ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ular uchun ijtimoiy me'yorlarning o'ziga xosligi demak tarbiya omili hisoblanadi. Va shu bilan birgalikda tarbiya jarayonida ijtimoiy me'yor va qadriyatlar ijtimoiy muhitga kirish, ijtimoiy tajriba va rollarni o'zlashtirishning sodir bo'lishida
ko'rinadi, namoyon bo'ladi. Bu holatda tarbiyaning boshqarish funksiyasi eng muhim vazifa hisoblanadi. Chunki eng muhim vazifani bajaradi. Uning vazifasi bolalar ongi va xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillarning kerakli tarbiyaviy samaradorligi ta'minlanadigan darajada tashkil qilishdan iborat bo'ladi. Inson jamiyatda bir vaqtning o'zida bir qancha mavqelarni egallashi mumkin. Masalan, ayol ham rafiqa, ham ona, ham ustoz mavqelarini egallashi mumkin. Har bir mavqe uchun insonga muayyan talablarni qo'yadi va shu bilan birgalikda unga bir qancha huquqlarni beradi. Insonning jamiyatdagi muayyan huquq va majburiyatlari bilan tafsirlanadigan mavqe ijtimoiy mavqe deyiladi, maqom deyiladi. Ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.